Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. O'zimiz Yazyovon bozoriga aylangani kelaman, kesam. Bir Damazda qo'n sotib o'tirgan odam chaqirib qoldi. Borsam, Anvarjon, Oxunjon TV deyiladi. Oxunjon TV bana ko'rsalaring mana. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Tanjonlaringiz sog'mi? Mavzudlar Farg'ona viloyati Yozyovon tumani dehqon bozoridamiz. Dagara degan qo'nni ekkanini ko'pchilik ko'rgan, ko'pchilik muntazam ravishda kuzatib borgan, ko'pchilik yedi ham, kelgan odam borki, yedi. Maliga etdan daromad oldim, foydalandim. Foydalangandan ham ko'pchilik yeb xursand bo'ldi. Uyimga kelgan odam borki, qo'ng'iz misol uchun qaytib keladi pishgan paytda, oilalarga ham berib yubordim. Ko'pchilik xursand qo'ng'iz yeb maza qildi. Shaxsan o'zim ham kuniga 2 tadan 3 tadan kelgan odamlar qo'shilib yo'rib, bir qo'ng'izga maza qilib to'yib, maza qilib rohatlandim. Yana har bir narsani o'zini vaqtida, o'zini pasida pishgan paytda yeyish kerak. Lekin meniki tuygani pashti 1 oy bo'ldi. Shu Mirashkorlikda, ya'ni qo'ng'inni ekin deb taklif bergan Ahadjon ukamiz bugun mana ko'rishib qoldik, Oyibonov ko'rishib qoldik, bozorda qo'ng sotib ekan. O'sha men ekkan qo'ng'indan bu olay Dagara deydi, bu oxirgi uzumlari. Oldin handala ekilardi, biz mahallalarga, mana Yozyovon tumani ko'pchilik handala ekib dehqonchilik qiladi. Hozir mana juda yangi nav Dagara degan narsa paydo bo'lib, lekin ko'pchilik eski sayz paytdagi dehqonlar suv qo'ymay o'ladi, suv qo'ymay o'ladi. Juda ko'pchilik aytdi, Ahadjon qo'yavering, 3 kun 4 kundan bir suvni qo'yavering deb shuni deb aytgan edi, lekin suv qo'yganim yaxshi bo'libdi. Hosillar juda serhosil bo'ldi. O'zi Dagaralar bitta, 2 tadan, 3 tadan hosil qilarkan, bizga 5 tadan ham 6 tadan ham hosil soldi bitta palaga. Lekin yetkazib bergan kichkinalar mana shunaqa bo'ldi. Lekin juda mazali. Mana hozir ham mana shu yerda so'yib yeb turdik. Tog'amiz kelib qoldi. Shu oldin sizlarga biz kanaldan qoldirmasdan kuzatib borardi. Hozirgi kunda mana ijtimoiy tarmoqda ko'proq odamlarga foydali va qiziqarli videolar juda ko'p qo'yapti. Ayniqsa Damaslardan bir afzal qilmaysiz mana shu Damasni. Odimso qanaqa Damas chiqargansiz? Bitta gapirib bersiz mana shu Damasni. Shu foydali tomoni. Ha, men foydali tomoni endi ko'p obunachilarim gazni rasxoti ko'p deydi. Ahadjon mana qancha rasxot qilyapti gaz? Gaz bitta to'ldirsa 220 euro. 220 bir to'ldirsangiz 220 yursa, mana obunachilarim mana Damasni rasxot qilishi normalniy ekan. Normal rasxot qilyapti. Endi ko'pi aytadiki, ko'p yeyapti, u bu deydi. Endi yangi mashina. Yangi mashinalarda endi men alohida bir trambollarni jildirib, o'sha rasxotini oz yeydigan qilishim kerak. Endi yangini qilib bo'lmaydi. Hozir ko'pchilik mahallada ham yangilar tog'a deydi. Shu bir zapravkam 100 kilometr 120 yuryapti deydi. Shuni deydi ozaytirib bo'lmayapti. Endi uni trambollardan ozaytirish kerak. Trambol ko'p joyi bor. O'shunga endi bir alohida bitta yangini bir obzor qilib ko'rsataman. Xudo xolasa obunachilarimga. Hisobladimi bo'lmaydi? Yo'q, chunki Damazga yuk yuklaysiz yumshoq bo'ladi. Buni yumshoq qila olmaysiz, yumshoq qila olmaysiz. 15 kitda deyishman. Mana obunachilarim, mana shu Oxun TV mana shu Oxun TVning kanaliga ham o'tinglar. Bu juda ishqoz bo'lib qolasiz, xudo xolasa gaplashdi. Ahadjon YouTube'ga chiqaryapti. Qo'nini ham. Ha, qo'nini ham. Mana. O'zini ham qo'nini. Esan, mana Yazyovon bozorida biz. Odamlar orasida yurgan barboshida. Boshqada haqiqatda. Iloyim tepaga chiqib kelsa, Sapanjoqqa tushinglar odamlar orasida. Hozir kirib mana bozorda odamlar orasida o'tirib o'qillarni, mana odamlar Damas orasida o'tirib qo'nlar, gashni boshlaydi. Mayli, obunachilarim sog' bo'linglar.